Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan uyimiz O'zgazoil zapravkani yonida bo'ladi. 2 qavatli 317 kvadrat metr bo'lgan bir hashamatli joyimiz sotuvga chiqdi. Ko'rib turganlaringizdek, fon fasadlari bitgan, 100% pod ключ holatda. Bu yerda darvozaxonasi bo'ladi, mashina girzadigan. Bu yerdan glavniy eshikimiz. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Toshkent stilda qilganlar, ko'rib turganlaringizdek. Joyning fasadlari bir ajoyib chiqqan. Bu yerda mashina qo'ysangiz bo'ladi girizib. Bu yerda besetka qo'yib, yozda azatib o'tiradigan yer. Gazollar qilingan, o'zi erchalar ekilib turibdi. Bir yandan endi ko'rib boraveramiz. Oyoq teylarimizni muramur burchatga. Suv, svet, gazdan muammo yo'q bu yerda, hamma o'zi chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. Girgan joyimizda yine chap qo'limizda ummonlik qo'yilgan. Qo'l yuvishlaringiz uchun. Tak. Bir dalan hisobi. Böyle bir divan kresla qo'yilsa, televizor zonalari bor. O'ng qo'limizda kuxnya bo'ladi ekan. Kuxnyamiz. Bu yandan ham girib chiqish bor, eshiklar qo'yilgan, jihozlangan polностью. Patologlarimiz natijnoy, gaz plita, moyka, hammasi tayyor holatda. Tak, bu doğrumuzda bir de hurmatli obunachilar, zal joyi bo'ladi. Zal joyidan görüşleriniz mümkün. Katta lustralar qo'yilgan, Atachento'dan chiqqan. Eshiklar ham bir ajoyib sifatli eshiklar. Bu yerda TV zonamiz, qulli 75lik televizorlar qo'yilgan. Yanımızda spalni bo'ladi. Spalnini o'zini sanujeli payı bir de garderob. Birinde yine dushovoy kabinka bilan unitaz, rakvina qo'yilgan ekan. Spalnilar ochiq svetda. Berimizden sanujel katyolxonasi. Katyolxonasi addenine ko'rib turganlaringizdek, suv nasoslar, katta katyol qo'yilgan. Restoran bor. Issiqxonaviy. Beri sanujel. Patologdan kafel terilgan. Oyoq teylarimiz cho'pli pol issiqxona. Ajoyib. Tak, birinchi qavatni gördük, polностью. İkinci qavat zinadan chiqaverish. Bu quyma beton. Dalanın üstünü görünüşü umumiy. Lustralar katta. Yorug' uy. Obşim gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bu yerdan ham ko'rsatib beraman. Obşisinin görünüşü. Xonalarni görüp beramiz. Bir yandan. Bu yerda spalni xonasi bo'ladi. Düzülüp turibdi. Yanında muallaqxona bor. 100% tayyor holatda. Birinden bir spalni xonasi. Keng mo'l tushgan xonalar. Birinden spalni qilib qo'ysangiz bo'ladi.
Joyimiz pishgan karushdan bo'lgan, plita bilan yopilgan. Hurmatli obunachilarimiz, bu uy kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiraman. Bemalol telefonlashib kelaverasizlar, xudo xolasa. Narxini xudo xolasa 2 qavatli 317 kvadrat metrda joylashgan. Narxi 220 ming deb aytilib turibdi. Xudo xolasa ustunda qaytib kelishib beriladi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlarimizning telefon nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, xudo xolasa. So'nggi roliklarda görüşünce sağ olun.